Bugungi mavzumiz baliqcha yasash mavzusi sizlar bilan. Baliq nimaligini bilamiz-a? Baliq suvda yuruvchi, hayvon sirasiga kiradi, suzuvchi. Baliqning qanday turlarini bilamiz? Kitobimizda berilgan baliqcha yasash mavzusi. Bu mavzu orqali baliqcha yasaymiz. Baliqni bilib oldik, qanday turlari bor ekan? Yirtqich baliqlar ham bor. Baliqlar nima bilan oziqlanadi? Yo'q, nima bilan? Suv o'tlari bilan. Suvning ichidagi, dengiz ichidagi o'tlar bilan, suv o'tlari bilan oziqlanadi ekan. Baliqcha yasashni boshlaymiz. Bunda 12 ta shakl 12 ta analiz ko'rsatiladi. Baliqcha yasash tartibini ko'rsatib o'taman. Keyin video orqali ko'ramiz. Abdulla. Birinchi nima kerak ekan baliqcha yasash uchun? Bizni qaysi tomonimizda turadi? Chap tomonimizdami, o'ng tomonimizda? O'ng tomonimizda turadi. Chunki o'zimiz bilmagan holda shurvorib yoki kimgadir zarar yetkazmaslik uchun o'ng tomonda turadi. O'ng tomonda ishlatamiz. Turli qurollarimiz. Xo'pmi? Ikkinchi tartibi qarang. Hadicha. Ikkinchi tartibida rangli qog'ozlarni o'lchab qirqib olamiz.